Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keling, ushbu videoda oldingi videoda keltirgan misolimiz haqida gaplashamiz. Pul massasini baholashdagi turli yondashuvlarni yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Keyin esa odamlar o'z pullarining miqdorini chindan ham to'g'ri baholay olayotgani yoki yo'qligi haqida gaplashamiz. Demak, keltirgan misolimizga ko'ra, hosillar yig'ib terib olingandan so'ng fermerlar bankimizga 1000 oltin tangalarni omonatga qo'yishdi. Keyin esa men ularning 900 tasini kredit sifatida berdim. Undan avval bu pullarning ma'lum bir qismini zaxirada qoldirdim, chunki fermerlar xohlagan paytda o'z pullarining ma'lum bir qismini qaytarib olishi mumkin. Mening hisob-kitoblarimga ko'ra, ular ma'lum bir vaqtda o'z pullaridan faqat 10% ni olishi mumkin ekan. Shunday ekan, 10% ni zaxirada qoldiradi. Qolganini esa qarzga berdim. Kimdadir sug'orish kanali qurish bo'yicha ajoyib bir g'oya paydo bo'ldi. Agar bu kanal qazilsa, aksariyat bo'sh yotgan yerlar ekin ekish uchun yaroqli bo'ladi, chunki suvning dalalarga yetib kelishi oson bo'ladi va hokazo. Ushbu sug'orish kanalini qazish uchun ular mana shu 900 oltin tangalarni olishdi va bu pullarni ular ishchilarga mehnati evaziga haq sifatida to'lashdi. Buning evaziga esa ishchilar tadbirkor xohlagan kanalni qazib beradi. Endi bu tillalar ishchilarda. Ular ham o'z pullarini xavfsiz saqlashni xohlashadi va ular ham o'z pullarini mening bankimga qo'yishadi. Endi mening depozitlarimda 900 tilla tanga bor. Men buning 10% ni yana zaxirada saqlayman, ya'ni 90 oltin tangalarni. Qolgan 810 tilla tangani kreditga beraman. Men bu kreditni bir fabrika qurmoqchi bo'lgan tadbirkorga berdim. Kelajakda bu fabrika olma yig'im terimida mahsuldorlikni oshirishi mumkin bo'lgan va kamroq ishchi kuchi talab qiladigan asbob-uskunalar ishlab chiqaradi. Demak, o'z navbatida fabrika qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlar bu pullarni olib pudratchilarga, ya'ni fabrika quruvchi pudratchilarga berishadi. Pudratchilar esa bu pullarning evaziga ularga fabrikani qurib beradi. Endi esa 810 tilla tangalar pudratchilarning qo'lida, ular ham boshqalar qilgan ishni qilishadi. Ular ham bu pullarni yana mening bankimga depozitga qo'yishadi. Shu yerga kelganda men zanjirni to'xtataman. Garchi men bu holatni davom ettirishim ham mumkin edi, ammo bank ishi men uchun yangi ish hisoblangani uchun men vaziyat qanday davom etishini ko'rmoqchiman. Shuning uchun ham men yetarli darajada kredit berdim deb hisoblayman va 810 oltin tangalarning barchasini zaxirada saqlayman. Keyin esa biz tizimda qancha pul borligi haqida savol bergan edik. Buning barchasi pul massasi deganda kim nimani tushunishiga bog'liq. P0 ni biz tor doiradagi ta'rif deb atadik va u tizimda qancha pul aylanayotganini o'zida aks ettiradi. Demak, P0 pul miqdorini anglatar ekan. Buni yozib qo'yamiz. Pul miqdori, ya'ni tizimda qancha pul aylanayotganini aks ettiradi. Shunday qilib, tizimda tranzaksiya operatsiyasi uchun darhol ishlatilishi mumkin bo'lgan qancha mablag' bor. Tasavvur qilamiz, bu qatnashchilardan hech kim tillalarni cho'ntagida saqlamaydi yoki qora kunimga kerak bo'lib qoladi deb bir qism naqd pullarni hamyonda ushlab turmaydi. Garchi ulardan kimdir shunday qilgan taqdirda ham biz buni albatta hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Tasavvur qilamiz, hamma har doim o'z tillalarini mening bankimga qo'yadi. Hisob-kitobni birinchi bo'lib mana bu 100 oltin tangalardan boshlaymiz, chunki biz birinchi bo'lib mana shu oltin tangalarni zaxirada saqlagan edik. Keyin esa 90 oltin tangalar va 810 oltin tangalar. Bu oltin tangalarning barchasini qo'shsak, bizda 1000 oltin tanga hosil bo'ladi. Albatta bu tushunarli, chunki eng boshida tizimimizda 1000 tilla tangalar bor edi. Men sizga tushuntirgan misolimda hech kim boshqa oltinlarni qazib olmadi, shuningdek hech qancha oltinlar qandaydir yo'llar bilan yo'q qilinmadi yoki ularni hech kim yeb qo'ygani yo'q. Demak, 1000 oltin tangalar borligi bizga kundek ravshan. Lekin keyin qiziq bir savol paydo bo'ladi. Agar siz qishloq bo'ylab yurib, hammadan qancha puli borligini so'rasangiz, ular falon bankda mening falon miqdorda pulim bor deb javob berishadi. Ya'ni agar siz mendan qancha pulim borligini so'rasangiz, men sizga hisob raqamimdagi summa miqdorini aytaman.
Xuddi shunday qishloqdagi odamlar ham o'zlarining hisob raqamlaridagi pullar miqdorini aytishadi va siz aytilgan pul miqdorining barchasini qo'shsangiz, unda bank hisob raqamlaridagi pullarning jami summasi kelib chiqadi. Bizda pudratchilarning 810 tilla tangasi, kanal qazuvchilarning 900 tilla tangasi va fermerlarning 1000 oltin tangasi bor edi. Shunday qilib 1900 ga 810 ni qo'shsak, bankdagi hisob raqamlarda 2710 tilla tanga bor ekan. Bu mening jami passivlarimning yig'indisi. Uni P1 deb atadik. Men buni P1 deb ataganimning sababi, bu atama iqtisodchilar va hukumat a'zolari tomonidan ham ishlatiladi. Bu yerda chindan ham qiziq bo'lgan ikkita savol bor. Birinchisi, 1000 oltin tangalar qanday qilib 2710 oltin tangaga aylanib qoldi? Ikkinchisi esa 2710 oltin tangalar haqiqiy boylikni ifodalaydimi? Yoki bu qandaydir ko'zbo'yamachilikmi va biz navbatdagi moliyaviy piramidaga duch keldikmi? Bu qanday sodir bo'layotganini tushunishimiz kerak. Har gal men pullarning bir qismini zaxirada qoldiraman, qolgan qismini qarz sifatida beraman. Ular esa boshqalarga o'z loyihasini amalga oshirish uchun berishadi, boshqalar esa yana pullarini depozitga qo'yishadi. Bu summa mana shunday hosil bo'ldi. Gap shundaki, bu pullar chindan ham haqiqiy boylikni ifodalaydimi? Agar mana bu investitsiyalarning har biri real investitsiyani ifodalasa, bu qiymat ham haqiqiy boylikni ifodalaydi. Demak, 900 oltin tangalar sug'orish kanallarini qurish uchun ishlatilgan. Agar bu loyiha chindan ham arzirli bo'lsa, unda u kelajakda kamida 900 oltin tanga yoki undan ham ko'p boylik keltirishi kerak. Buning natijasida bankka kamida 900 oltin tangalar qaytadi. Agar bu loyiha chindan ham shuncha boylik keltirsa, unda u real aktiv hisoblanadi. Xuddi shunday, agar bizning fabrikamiz ham kelajakda kamida 810 oltin tanga foyda olib kelsa, u chindan ham olma hosilini ko'proq yig'ishga va ko'proq oltin qazib olishga sabab bo'lsa, demak, u ham real aktiv hisoblanadi. Biz muhokama qilayotgan boylik chindan ham mavjud ekan. Modomiki qarz olishga asos bo'lgan loyihalar kelajakda boylik keltirar ekan, bu 2710 tilla tangalar chindan ham mavjud. Biz anglashimiz kerak bo'lgan ikkita masala bor. Real hayotda bizda 2710 tilla tangalar yo'q, balki faqat 1000 tilla tangalar bor. Voqelikda bizda 1000 tilla tanga bor. Agar bu loyihalar chindan ham ish bersa, to'g'ri boshqarilsa va pullarni havoga sovuradigan loyiha bo'lmasa, unda bu loyihalarning qiymati 2710 oltin tangaga teng bo'ladi. Bir muhim narsaga e'tiboringizni qaratishni xohlar edim. Oltinning o'zi boylik hisoblanmaydi, shuni yodda tuting. Balki oltin boylikni ifodalash uchun ishlatiladi. Siz tillani yeya olmaysiz. Unda yashay olmaysiz. Tillalar sizni bir yerdan boshqa yerga ko'chirib qo'ymaydi yoki sizning sog'lig'ingizni yaxshilamaydi. Bu boylikni ifodalaydigan bir vosita xolos. Ba'zan odamlar tillaning o'zini boylik deb hisoblashadi. Bu noto'g'ri tushuncha. Demak, garchi bu nazarda tutilayotgan 2710 tilla tangalar haqiqiy oltin tangalarni ifodalamasa ham, u shu qiymatga teng bo'lgan haqiqiy boylikni ifodalaydi. Siz yana bu ko'zbo'yamachilikka o'xshayapti deyishingiz mumkin, ammo toki investitsiyalar istiqbolli ekan, unday bo'lmaydi. Yodda tuting, bular boylik keltiruvchi investitsiyalar hisoblanadi. Shuningdek, e'tibor bering. Biz P1 deb belgilagan pul massasining o'sishi real iqtisodiy ishlab chiqarishning kengayishiga sabab bo'ldi. Toki mana bu fabrika yoki bu kanal boylik keltirar ekan, pul massasi boylik miqdoridan tezroq o'sadi. Keling, buni bir misol tariqasida ko'ramiz. Agar oldin bir oltin tangaga bir olma sotib olgan bo'lsak, umid qilamanki, hozir ham vaziyat o'zgarmagan. Tasavvur qilamiz, biz oldin bir oltin tangaga bitta olma sotib olgan edik. Endi esa juda ham manfaatli investitsiyalarda vaziyat qanday bo'lishini ko'ramiz. Aytaylik, biz oldin bir yilda 1000 ta olma hosil olar edik. Demak, bizning hosilimiz 1000 ta olmani tashkil qilgan. Hosil 1000 ta olmaga teng bo'lgan.
E'tibor qiling, olmalar haqiqiy boylik hisoblanadi. Olmalar bu iste'mol qilish mumkin bo'lgan mahsulot. Siz uni yeb och qolmaysiz. Ularni ham investitsiyaning ma'lum bir turi sifatida ko'rsak bo'ladi. Chunki ularni iste'mol qilish orqali sizda ishlash uchun energiya paydo bo'ladi, qorningiz to'yadi va hokazo. Ammo deylik, mana bu investitsiyalarning amalga oshishidan oldin bizning iqtisodiyotimiz yiliga 1000 ta olma ishlab chiqarar edi. Endi esa sug'orish kanali qurilishidan so'ng olmadan hosil olish bo'yicha imkoniyatlarimiz yiliga 1000 tadan 2000 taga o'sdi. Ya'ni 2 baravarga oshdi. Qaytaraman, ko'proq boylik olishga erishildi. Esingizda bo'lsa, kanal qazish uchun bizga jami 900 tilla tanga kerak edi. To'satdan hosilimiz 2 baravarga ko'paydi. Endi biz yiliga yana qo'shimcha 1000 dona olma hosili olishga qodir bo'ldik. Oldingi iqtisodiyotimizda esa biz faqat 1000 dona olma hosil olar edik. Shunday ekan, loyiha hech ikkilanishsiz samara berdi va barcha qarzlarni qaytara oladi. Siz qarzga 900 tilla tanga olgan edingiz. Natijada loyiha sizga 1000 tilla tanga emas, balki 1000 tilla tangaga ekvivalent hosil qiladi. U bizning ishlab chiqarishimizni yiliga 1000 ta olmaga oshiradi. Xuddi shunday aytaylik, bizning fabrikamiz ham 2000 ta olmani yiliga 3000 tagacha oshishiga sabab bo'ldi. Keling, buni ham yozamiz. Demak, fabrika 2000 ta olmaning yiliga 3000 tagacha oshishiga sabab bo'ldi. Chunki bular chindan ham yaxshi investitsiyalar edi. Ular chindan ham bizning mahsuldorligimizni oshirishdi. Bundan kelib chiqadiki, bozorning barcha qatnashchilari ularda 2710 tilla tanga yoki shunga ekvivalent boyligi bor va biz yiliga 3000 olma yetishtira olamiz deb hisoblashadi. Bu holatda pul massasi, ya'ni 2710 tilla tangalar bizning boyligimizga nisbatan sekin o'smoqda. Keling, buni yuqorida yozib ko'rsataman. Demak, quyidagi tushunchalarni yozamiz. Oldin pul va boylik. Menimcha chindan ham mana bu ikkita tushunchani bir-biridan ajratish muhim. Pullar boylikni o'tkazib berish yoki boylikni ifodalashga xizmat qiladi. Ular o'z-o'zidan hech qanday qiymatga ega emas. Bunga asos bo'ladigan muhim falsafiy qarashlar ham bor. Agar siz bular orasidagi farqni anglay olsangiz, o'zingizni baxtliroq his etishingiz mumkin. Demak, oldin bizda 1000 oltin tangalar bor edi. Bu holat bank va fraksion zaxira tizimi vujudga kelganga qadar shunday edi. Va biz yiliga 1000 ta olma hosil olar edik. Demak, bizning boyligimiz 1000 ta olmaga teng bo'lgan ekan. Pul aylanishining tezligini batafsilroq ko'rib chiqamiz. Yuqorida sanab o'tilgan narsalar paydo bo'lgandan so'ng bizda 2710 tilla tangalar, ya'ni biz mavjud deb o'ylayotgan tilla tangalar hosil bo'ldi. Endi bu hozirgi holatimiz. Bizda 2710 tilla tangalar hosil bo'ldi. Hosilimiz esa yiliga 3000 ta olmani tashkil etmoqda. Sezgan bo'lsangiz kerak, oltinga nisbatan olmalarning miqdori ancha oshdi. Agar e'tibor qaratsangiz, endi olmaning narxi oltinga nisbatan arzon bo'ladi. Ilgari bitta olma bitta oltin tangaga teng bo'lgan bo'lsa, endi esa bitta olmaning narxi 1 tilla tangadan kamroq. Buni 2710 ni 3000 ga bo'lib topsak bo'ladi. Bizda innovatsiyalar tufayli deflyatsiya kuzatilmoqda. Siz bu pullar hech narsadan shunchaki paydo bo'lib qoldi. Bu pullar yo'q, ular inflyatsiyani keltirib chiqaradi deyishingiz mumkin. Ammo unday emas. Pullar mahsuldor investitsiyalarga sarflangani uchun ular boylik keltirdi va bu hamma uchun manfaatli bo'ldi. Olma hosili ham yaxshilandi. Shuningdek, biz narxlarning pasayishini ham kuzatdik. Bizning iqtisodiyotimiz haqiqiy o'sishni namoyon qildi. Bu juda ham ijobiy misol bo'ldi.